Endi ikkinchi varianti. Xo'p, mayli. Sizga to'polon qildi. Kodni ochib berdingiz. Uchotningizni hozir chiqaramizda, iCloud qo'ygan parolni o'zgartiramiz. Yana bitta narsa bor. Ko'pchilik mamlaqa bilan ham yechib oladi. Hozir ko'rsatayotganimizni balki uncha-muncha joyda ko'rmagan bo'lishinglar mumkin yoki ahamiyat bermagan bo'lishinglar mumkin. Bu oddiygina agar siz mijozga, ya'ni kredit beryapsiz, o'sha mijoz mashinik bo'ladigan bo'lsa, Face ID'ni tanitib olsa, ekstrenniy holatdagi zbrosga nachat beradigan bo'lsa, sizni Apple ID'ingizga ta'sir qiladi. Ya'ni siz ko'p odamga kredit bergansiz, bitta Apple ID'dan foydalangansiz, ushbu holatda zbros qilib, sizlarning Apple ID'larning parolini o'zgartirgan taqdirda sizlarga juda ham katta zarar olib keladi. Ya'ni sizlarning Apple ID'lar paroli o'zgarib ketadi va telefon raqam o'sha mashinikka qaysidir raqamiga ulanib qoladi. Bunaqa holatlar juda ham ko'p kuzatilgan. O'shaning uchun ham quyidagi videoni e'tibor bilan, qunt bilan ko'rishinglarni iltimos qilib qolardim. Sababi sizlarni Apple ID'lar buzilib ketishini oldini olish uchun. Ko'rayotganinglardek, o'zingizning nomeringizga o'giriladi. Продолжить bosgandan keyin zbrosit parolga o'tib ketadi. Обновить parol qilgandan keyin o'zi xohlagan parolni teradi va o'zini sizlarning Apple ID'lar o'zini telefon raqamiga ulanadi va o'zini kerakli parolni qo'yadi. Включить o'zini защита qiladida, ekran parol qo'yib yechib oladi. Bu ham ekran paroli. Agar siz ekran paroli qo'yib bersangiz, har tomonlama yechilib ketaveradi bu. Screen time'ingiz.